Assalomu alaykum hormanglar. Yaxshimisizlar? Hozir shunaqangi bir joyga keldim. Har bir musulmon Istanbulga kelib, shundoq ketib yorish kerak emas. Albatta har bitta musulmon shu yerga kelib ziyorat qilib ketish kerak bo'lgan joyga aytaman sizlarga. O'zingizga ma'lum, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xizmatlarida Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu sahoba o'tganlar. U kishi payg'ambarimiz alayhisalom Madinaga borganlarida o'zlarining uylaridan joy berib, 6 oy birgalikda uylarida yashaganlar. Ko'p xizmatlarni qilganlar, duolarni olganlar va shu Istanbul fathida kelib, shu yerda shahid bo'lganlar. Shu ulug' sahobiyning qabrlari shu yerga joylashgan. Shuni ziyoratga keldik xullas. Kirsak, bilasizlarmi, o'tda nima bor ekan. Kelganlar biladi, kelmaganlar uchun ma'lumot. Kelinglar. Eshitsanglar, hozir yugurib kelsanglar kerak. Hozir ko'rsataman, ketdik. Ko'rib turganinglardek. Mana bu narsa. Bitta dona tola turibdi, ko'ryapsizlarmi? Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning soqollaridan tola, muborak soqollaridan tola. Mana bitta sochlari bor. Sochlaridan asrab qo'yilgan ozgina. Mana bu ravzalari qabrlardan tushib qolgan tosh, ya'ni matolardan. Mana buning ichida payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan ekkan daraxtlardan bitta barg deydimi, tola deydimi, shunaqa novda deydimi, o'shandan ko'chirib kelingan. Tushib qolganini asrab qo'yilgan. O'z qo'llari bilan ekkan daraxtlarni kemash. Shu joyga keldik do'stlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman, kelinglar, ziyorat qilinglar. Ichkarida buyuk sahobiyning qabrlari. Odamlar kelishar ekan, bitta duolar bilan mashg'ul bo'lishar ekan, ziyorat qilib ketishar ekan har holda. Buyuk sahobiy qabrlari. Bu yerda yozilishlari bo'yicha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qadamlarini razmeri mana shu. Yozib qo'yibdi, qadamini yozib qo'yibdi. Xo'p, endi navbatdagi joyimiz Sulton Sulaymon qurdirgan masjidga keldik. Yana bir ko'rsatmoqchiman. Mana do'stlar, Sulton Sulaymon qurdirgan masjid ekan shu. Deyam zo'r. Bu yerga faqat namoz o'qiydiganlar o'tkazar ekan. Har doimgidek so'pilar, azon aytadiganlar, takbir tushiradiganlar bu yerga chiqib olar ekan. Imom xutbani bu yerda turib o'qiydi. Keyin mihrob o'tda ekan, mihrobda turib imomchilik qilib beradilar namozdagi. Sekin qabristonga kirib kelyapmiz. Bu yerda qaranglar, tarixiy qabriston. Rostlam Sulton Sulaymonning qabri. Mana yo'l boshlab shutdi. Bismillah. Mana Sulton Sulaymonning qabrlari. Assalomu alaykum ya ahli qubur, qiyomat yaqin. Shunaqa deb kirish kerak, odoblardan. Qizi. Xullas oila bola chaqalari ekan bu yerda. Shunda Sulton Sulaymonning qabridan shundoq chiqqaningizdan keyin shuni yonida Xurramning qabri ekan mana bu yerda. Kinolarni ham ko'rgansizlar-ku. Xurramning qabri ekan mana bu yoqda. Oyoq kiyim yechib kiringlar deb yozib qo'yibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib ko'rsatamiz sizlarga. Mana shu qabr. Bismillah. Assalomu alaykum. Xurram Sulton mana yozib qo'yibdi. Shahzoda Muhammad. Ha? Xonim Sulton bor ekan. O'g'li bilan Xurram Sulton, yana Xonim Sulton bor ekan. Uchta qabr mana turibdi. Shuni tashqariga chiqsanglar, atrof to'la kichkina mayda qabrlar.
juda ham ko'pchilik dafn qilingan ekan bu yerga. Juda ham ko'p. Mana bu o'zida ham 4 ta qabr bor ekan mana shu ichkarida. Va bu yerda ham shu oilaga mansub bo'lsa kerak bular hammasi. Bir joyga ko'milgan bo'lsa kerak. Juda ham qadimiy, juda ham eski qabrlar bular. Juda ham. Ko'ryapsizlar? Xullas do'stlar, keyingi manzilimiz To'pkapa degan joy ekan. Bu yerda muzeylar bor ekan. Payg'ambarlarga tegishli bo'lgan narsalar saqlanar ekan. Hozir endi bilet harakatini qilib sekin topshiriq chiqamiz. Kishi boshiga $56 ekan. Imkoniyat bo'lsa, sizlarga ham o'sha yerdagi ashyolarni ko'rsatamiz. Biletni ham qo'lga kiritdik. 2400 dan işte olindi. Ya'ni $56 dan tushyapti. Mana xudo xolisa biletlarni olib sekin kirish boshladik muzeyga. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Davud alayhissalomning qilichlari. Davud payg'ambar qo'llari tekkan shunga shaxsiy qilichlari ko'ryapsizlarmi? Mana bu bo'lsa Yahyo payg'ambar, Yahyo alayhissalom suyaklarini, kaftlarini, suyaklarini qoldiqlaridan qo'llarini yasab qo'yishgan. Payg'ambarning qo'li, ya'ni suyaklari tilladan ustini qoplab qo'yishgan. Ko'ryapsizlar? Mana bu esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oyoq kiyimlari. Do'stlar, oyoq kiyimlarini ko'ryapsizlar. Muborak oyoqlari tekkan shunga. Mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilichlari, kamonlari, yoylari, mana qo'llari tekkan shunga. Ko'ryapsizlarmi? Mana yozib qo'yibdi. Hammasi yozilgan. Muborak qo'llari tekkan shu narsaga. Naqadar aziz narsalar. Sallallohu alayhi vasallam. Keyingi xonaga chiqsak, men ko'z bilan qarasam, Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ning qilichlari ekan. Bu qilich bilan bilasizlarmi, mushriklarni tormol qilib tashlaganlarini? Ko'ryapsizlarmi, qilich Xolid ibn Valid. Qarang. Izzo'r sarkardalardan bo'lishgan. Qilichi. Butta mana Hazrati Alining qilichlari do'stlar, Abu Bakr, Umar, Hazrati Umar qilichlari ekan, mana shu Hazrati Umarning qilichlari. Hazrati Umar radhiyallohu anhu. Hazrati Alining qilichlari mana do'stlar. Mana ikkitalik. Qancha mushriklar kallasini olib tashlaganlar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qilishlari do'stlar. Naqadar go'zal, naqadar zo'r joyga kelib qoldimi do'stlar? Kim bilan kelish xohlardinglar? Mana navbatdagi toshimiz muborak tosh. Bu ham nima, qanaqa tosh desanglar? Muhammad sallallohu alayhi vasallam qo'llari tekkan, ya'ni suv topolmagan paytlarda tayammum qilganlar. Tayammum yozib qo'yishibdi. Ko'ryapsizlar. Turkiyada, Istanbulda turib shu narsalar kelsanglar, albatta kelib ziyorat qilinglar. Soqollari Muhammad sallallohu alayhi vasallam ishlatgan idishni ko'rmoqchimisizlar? Marhamat. Mana do'stlar. Muborak ishlatgan idishlari do'stlar. Mana bu muborak soqollari bo'ladi do'stlar. Ko'ryapsizlar, 2 tola soqollari saqlanib qolgan. Mana Muhammad sallallohu alayhi vasallamga jo'natilgan maktublar, mana shularni o'qiganlar Rasululloh. Maktublarni ko'ryapsizlarmi? Efendim.
Suralar yozilgan teriga o'sha davrlik muhrlar bilan shuna saqlanib qolgan hozirgacha bo'lsa. Payg'ambar alayhisolamning qo'llari tekkan muborak joylar bilan. Navbatdagi joyimiz do'stlar, mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xilqalari saqlanadi mana shuni ichida. Kiyimlari. Shuni ichida turibdi mana bitta yozib qo'yilgan. Ka'b ibn Zuhayr hadiya qilingan ekan. Mana Ma'mudda do'stlar payg'ambarimiz alayhisolamning ham davrlardagi sandiqlar, shu davrdagi narsalar, qimmatbaho antikvar narsalar ko'ryapsizlar. Mana yerda mana shu davrdan qolgan kitob o'qilgan lavhalar. Judayam go'zal joylar. Muqaddas. Mana bunisi ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam qadamlarini oltindan qilingan varianti ekan. Sulton Abdulhamid hazratlari shuni qildirgan ekanlar. Mana qadamlari turibdi. Tilladan. Do'stlar, hozir bitta narsa ko'rsataman. Hazrati Muso payg'ambar o'zingizga ma'lum Qur'onda ham kelgan, ko'p eshitgansizlar. Dengizni yorib, hassani suvga urganlari dengiz ikkiga yorilib o'tib ketishgan. Ana o'sha hassani ko'rasizlarmi? Ketdik. Mana shu hassa bo'ladi mana. Muso alayhissalomning mana hassalari. Do'stlar, mana shu hassani bir okeanga urganda ikkiga yorilib, o'rtadan Muso alayhissalom orqalaridan qavmlari bilan o'tib ketishgan. Dengizni yorgan, mo'jiza qilib berilgan hassa mana mashi bo'ladi. Do'stlar, originali. Muso payg'ambarning qo'llari tekkan shu. Mana bu navbatdagi joy Ibrohim Halilulloh payg'ambar. Ibrohim alayhissalomga tegishli bo'lgan Ibrohim payg'ambarniki bu. Qaranglar do'stlar. Xullas do'stlar, bu yerda sahobalarning bosh kiyimlari, idishlari, sahobalar bilan bular. Ko'ryapsizlarmi? Payg'ambar alayhissalom bilan yonma-yon yurgan sahobalarning bosh kiyimlari ekan. Bizga yetishligi bo'yicha. Ko'ryapsizlarmi? Tepasiga, pastiga yozib qo'ygan. Hazrati Fatima onamizga tegishli narsalar. Ko'ryapsizlarmi? Natoli Fatima onamizning narsalari bu yerda. Mana shaxsan Fatima onamizning xilqalari bo'ladi. Qarang, saqlanib qo'ygan haligacha. Fatima Zahro onajonimizning xilqalari. Bu Usmon radhiyallohu anhu tasbihlari ekan. Mana xilqalarni ko'ryapsizlarmi? Mana mana do'stlar, Ka'ba po'sh. Ka'ba po'shi bo'lagi bu. Tepada turgan. Mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalarini bir bo'lagi ekan mana bu. Rostlam bir bo'lagi. Bu yoqda sahobalarni, payg'ambar alayhissalomni navaralarini va atroflarida yurganlarni jangchilari qilichlari bo'ladi. Xolid ibn Valid mana Umar ibn Yasir juda ko'pchilik sahobalarning qilichi. Janglarda ishtirok etgan, qancha mushriklarni o'ldirilgan. Mana Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oyoq izlari do'stlar. Kim kelgan, kelmagan bo'lsa albatta kelib ko'ringlar, qaranglar, mukammal, go'zal oyoq. Shunga Rasululloh alayhissalom oyoqlari tekkan, qaranglar. Originali do'stlar. Yozib qo'yibdi mana. Do'stlar, biz hozir sizlar bilan ko'rayotgan narsalarimiz hazil ekan narsalar emas bu. Avvalo ixlosga bog'liq. Biz tarixda o'qigan va ishongan, qiyomatda shafoatlardan umidvor bo'lgan Habibimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tegishli va boshqa payg'ambarlarga tegishli va sahoba
sahobalar qo'li tekkan narsalarni ko'ryapmiz. Shular bilan, shuning qo'llari bilan ushlashgan, shular muborak qo'llari tekkan narsalar bular hammasi. Naqadar muborak narsalar. Kelinglar, Istanbulga kelganda albatta Topkapı degan joyga kelinglar. Shu narsalarni ziyorat qilinglar. Men umrimda bunaqa zo'r muzey ko'rmaganman. Nega vaqtliroq kelmanman deb aytasizlar o'zingizlarga. Keyingi joyimiz do'stlar, Topkapıdagi Sulton Sulaymonni saroyiga kiramiz. Marhamat, birgalikda sayr qilib chiqamiz. Ketdik. Muhtasham 100 yillik degan serialni ko'rgan bo'lsanglar, xuddi mana shu saroy haqida olingan, shu saroy ichida bo'lgan hamma voqealar, ayrim tasvirlar mana shu saroy ichida olingan. Shu bilan bugungi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. 3-qismini kutinglar, like bosib, kommentariyada izohinglarni qoldiringlar. Bizdan uzoqlashmay 3-qismda ko'rishguncha.